والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qo'limizdagi kitob buyuk ulamolardan biri Hazrati Jaloliddin Rumiyni masnaviylariga sharh yozgan Shoh Muhammad Axtar degan zotni mau'izalari to'plangan Dardi muhabbat degan kitob ekan. O'qimoqchi bo'lgan mavzuimiz u kishini 87-yili Arafotda turib tavbani fazilati to'g'risida qilgan ma'ruzalar ekan. Juda ham ta'sirli, chiroyli, go'zal gaplarni gapirgan. Ba'zi bir ilmiy muammoga o'xshagan sal mushkulligi bor joylari chiqib qolsa, she'rni tushunmadingizga salkin getirib ketaveradi. Nahmaduhu va nusalli ala rasulihil karim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ma'ruzalarni boshida Sura-i Baqaraning oxirgidagi shu oyat bilan boshlaganlar. Biz hammamiz hozir Arafotda turibmiz deydi. Hammamiz bu yerda Allohdan afu, mag'firat va rahmatni talab qilamiz. Maqsadimiz shuki, hammamiz Xudo tarafidan afu qilinsak. Shuning uchun men bugun mana shu oyatni tanlab oldim. Bunda Xudo taolo o'zini afusini, mag'firatini va rahmatini talab qilishligini bandalarga buyurgan oyat. Va Xudodan shu narsalarni talabida qanday duo qilishni o'rgatilgan oyat. Vaqtiki insondan bir gunoh sodir bo'lar ekan. Ya'ni hamma gunohkor. Insondan gunoh sodir bo'ldi. Insondan gunoh sodir bo'lishi bilan insonni qarshisiga to'rtta guvoh tayyor bo'ladi. Nima gunoh qilishingizdan qat'iy nazar, sizga qarshingizga to'rtta guvoh tayyor turibdi. U to'rtta guvoh Qur'on bilan sobit bo'lgan. Ya'ni Qur'onda ham o'sha guvohlarni Xudo taolo xabarini bergan. Birinchi guvoh nima? Birinchi guvoh yer. Insondan yerning qaysi qismida gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha insonni qarshisiga guvoh bo'lib qoladi. Buni dalili nima? Qur'onda nima bilan hujjatlaysiz buni desa, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Sura Iza zilzilatda Xudo taolo aytadiki, qiyomat kunida yer o'zining xabarini bayon qiladi deydi. Qiyomat kunida yer o'zining xabarini bayon qilib beradi. Shu oyatning tafsirida Huzur sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sahobalarga buyurib aytdilarki, zaminni, yerning ustida odamlardan nima amallar sodir bo'lgan bo'lsa, yer o'shani guvohlik berib bayon qilib beradi deb tarjima qilgan ekanlar. Bugun deydilar, magnitofon degan narsani, video degan narsani muomalasi hammamizga ma'lum. Shu oyatning tafsiri ko'zingizni oldiga kelishligi uchun shuni yodingizga keltiryapman deydi. Ki shu biz ko'rib turgan oynayi jahonlar ham yer jinsidan bo'lgan bir narsa. Yerdan chiqarilgan narsa, osmondan tushmagan, yerdan chiqarilgan narsadan tayyorlangan narsa
siz bilan mana hamma narsamizni bayon qilib beryapti. Demak, qiyomat kunida siz bilan men ustida yurgan yerni hammasi video yoki televizorga aylanib ketishi aqlga to'g'ri kelaverar ekan deyaptilar. Hammasi qilingan, o'zining ustida qilingan ishlarni bayon qilib bersa, aqlga hech qanday zidligi yo'q buni. Bu birinchi guvoh. Inson yerning ustida gunoh qildi, ayb sodir bo'ldi, unga birinchi guvoh shahodat beruvchi tayyor bo'ldi. Ikkinchisi nima? İkincisi Xudo taolo aytadiki: "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Bugun, ya'ni qiyomat kunida men deydi Xudo taolo, biz og'izlarga muhr qo'yib qo'yamiz. Bitta muomala ayricha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Bitta Xudo taolo og'izlarga muhr qo'yaman, gapirtirmayman deydi. Bizga gapirib beradilar odamlarning qo'llari va guvohlik beradi ularning oyoqlari qilgan ishlaridan deydi. Qaysi a'zolardan gunoh sodir bo'lar ekan, u a'zolar ham qiyomat kunida siz bilan mana qarshimga yo'inki yaxshi ish qilgan bo'lsak foydamizga guvohlik beradi. Mavlono Rumi rahmatullohi alayhi aytganlar, Jaloliddin Rumi. Chashim go'yat kardam g'amza harom. Ko'z aytadi, men harom g'amzalar qilganman deydi. Harom, Xudo nojoiz qilgan narsa bilan holatda birovga nazar qilib qo'yganman. Go'sh go'yat chidam suul kalom. Quloq aytadi, men yomon gaplarni terganman. Labbi go'yat men shuning bu sidam. Lab aytadi, men harom joylardan bo'sa olganman. Dast go'yat men shuning do'zdidam. Qo'l aytadi, men shuna qilib birovning haqqini olganman. Hammasini Xudo taolo gapirtiraman deydi. Xuddi shunday ayollar ham harom joyga borgan bo'lsa, ular ham o'zining guvohligini beradi. Va shuni singari a'zolardan yaxshi amallar sodir bo'lgan bo'lsa, tilga muhr qo'yilgandan keyin u ham o'zining yaxshiliklarini bayon qilib guvohlik beradi. Uchinchi guvoh nima? Xudo taolo aytdiki: "Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sizlarning yollaringda yurgan kotib, yozuvchi farishtalar bor. Sizlarning qilib turgan ishlaringizni hammasidan ular xabardor dedi. Bu uchinchi guvoh bo'ldi. To'rtinchi guvoh nima? Va idza suhufu nushirat. Qiyomatda namoyi amallar ochilganda deb Xudo taolo yod qildi. Demak, ma'lum bo'ldiki, namoyi amal ham, ya'ni bizni savob va gunohlarimiz yozilgan daftar ham bitta guvoh bo'ldi. Shuning uchun savol paydo bo'ladiki, vaqtiki siz bilan mening tepamda qiyomat kunida shu to'rtta guvoh tayin ekan, tayyor bo'lib kelgan. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? U odamlarning o'zlariga gunoh qilishdan zulm qilib qo'yganlar, o'zlarining qarshilariga qiyomat kunida guvohlarni tayyorlab qo'yganlar, qanday iloji borki, qanday imkoni borki, qiyomat kuni bo'lsa-yu shu guvohlar bizni qarshimizga turmasa. Bizni qarshimizga bo'lgan bu shahodat guvohliklar shuning uchun Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam buni ham tartibini, buni ham tadbirini ummatlarga irshod qildilar. Ya'ni tavba bu. Bunga aloqador hadisni men inshaalloh naql qilib beraman. Lekin tavba shularni xatm qilar ekan, shularni tugatar ekan. Lekin tavba bo'lishi uchun uning shartlari bor. Astagfirulloh, tavba qildim degan gapni o'zi kifoya emas deydi. Tavba bo'lishi uchun shartlari bor. 3 tasi Xudoning haqqida, Xudoning huquqida, bittasi bandaning haqqida. Yesangiz 4 ta narsa bor, 4 ta shart bor. Shu 4 ta shart bilan tavba bo'ladi. Allohning haqidagi shart shuki, birinchisi o'sha tavba qilinish kerak bo'lgan gunohdan inson alohida uzilib chiqadi bu yoqqa.
ayyaqma an-ma'siyah. Gunohdan uzilib chiqish kerak. U emaski, o'zi holati gunohga tursa-yu, tavba. Ba'zi odamlarni ko'raman. La havla va la quvvata illa billah. Bu qanaqangi behayolik zamoni bo'ldi. Qanaqangi ayollar yalang'och bo'lib ko'chalarga chiqib ketdilar, lekin ko'zlari yalang'och xotinlarda turadi. Bay. Odamlar aynib ketdi deb turib, la havla va la quvvata illa billah tavba qildim deb turib, ko'zlarini haromdan uzmaydilar. Vaholanki tavbaning birinchi sharti shuki, qabul bo'lishi uchun o'sha gunohdan uzilib ketadi. Gunohni tepasida turib, tavba qildim degan tavbalarimizning o'zi tavbaga muhtoj bo'lib qolmayaptimi-ekan deydi. O'sha tavbamizni o'ziga hal tavba qilishimiz kerak. Chunki biz gunoh tepasida turib o'shni qilyapmiz. Go'yo tavbani masxara qilyapmiz. Ikkinchi tavbaning qabul bo'lishligining sharti ayyada ma'lum. Gunohga dilida nadomat bo'lishi kerak. Tavba qildim dedi, gunohdan uzilib chiqdi. Lekin oldin muqaddam qilgan gunohlarga nisbatan dilda nadomat bo'lishi kerak. Nadomatning ta'rifi nima? Nadomat nima degani? Dilda alam bo'ladi. Dilda g'am paydo bo'ladi. Hoy, men qanaqangi noloyiq odamman deydi. Qanaqangi yaramasman deydi. Shunchalik yaxshilik qilguvchi, meni tarbiya qilgan egamni shuncha yaxshiliklarini haqqini nimaga ado qilmadim degan nadomat bo'ladi. Hazrat Hakimul Umma Tahonaviy degan zot ustozimiz aytadilarki, agar farazan do'zax bo'lmasa, banda shu gunohni qilsang buni evaziga do'zax bor degan va'dasi, Xudoning va'dasi bo'lmagan taqdirda ham insonlarning sharofatiga teskaridir. insonlarning sharofatini xilofidirki, shunchalik yaxshilik qilgan zotni farmoniga bo'ysunmaslik. Tasavvur qiling, do'zax yo'q ekan, lekin insonning sharofatiga to'g'ri kelmaydiki, shunchalik yaxshilik qilgan zotni yaxshiligiga yomonlik bilan javob qaytarishlik va hargiz insonning sharofatiga to'g'ri kelmaydi. Subhanalloh, bu muhabbatning muomalasi. Bir ota o'zini farzandlariga ko'p yaxshilik qiladi. Intihoiy g'oyasi tugamaydigan ihsonlar, go'zalliklarni unga baxsh etadi. Farzandi ichidan bir narsa sharofatli, bir narsa uni undaydiki, shunchalik yaxshilik qilgan otang norozi qilib qo'ymagin degan narsa qalbida doim janang berib turadi. Shu narsa siz bilan meni dunyoga keltirib o'tishimizga sabab bo'lib qolgan bir otaga bo'lib turgan qalbimizdagi unduv. Lekin Xudo bilan bizning muomalamiz ham xuddi o'shanday bo'lishi kerak. Ya'ni shunchalik yaxshilik qilgan zotga yomonlik bilan javob qaytarmaslik kerak. Qilgan yomonligimizdan demak, aytayapti, nadomat bo'lish kerak. Nimaga men shuncha yaxshilik qilgan zotga men shu yerda gunoh qilib javob qaytardim deb turib nadomat bo'lish kerak. Bu tavbaning ikkinchi sharti. Uchinchi sharti nima? Puxta, mustahkam qilib qalbida azm qiladi, qaror qiladi, ey Robbim, shu gunohni qayta qilmayman deydi. Tavba bo'lishligi uchun asosiy shartlardan bittasi shuki, shuni endi Xudo uzilib qaytib chiqdim shundan. Endi qaytib qilmayman degan qalbidagi qattiq azm qasdi bo'ladi. Birovlar ko'p gunoh qilgan. U gunohiga har safar tavba ham qilgan. Lekin har tavba qilayotganda astoydillik bilan tavba qilgan. Lekin inson zaif degan Xudoning oyatiga muvofiq tavbasini sindirib qo'yavergan. Hamisha zavqimiz ayshu kulishga yetishmas erta qilgan tavba tushgan. Sufolar bu aytadilarki, doim biz ayshu kulish bilan zavqimiz. Shu ayshu kulish bilan o'tsa xursandmiz. Ertalab qilgan tavbamiz peshingacha yetib bormasdan turib sinib ketaveradi. Ana shunaqangi qilib gunohni ko'paytirib o'rganmiz, tavbani qilaverganmiz, sindirib o'rganmiz. Endi kelib sen bilan menga aytsalar, ey birodar, endi yana tavba qilgin endi. Astoydil, endi mana shu safarda buzmayman degan desam, ko'plar ta'sir, meni gunohimni Xudo kechirarmikin deydi. Men ularga aytamanki, deydi. Hazrat Tahonaviyni eng qadimiy xalifalardan birlari Hazrat Abdulhay Sohib degan zot aytgan edilar. Karachi shahrida Pokistonda
katta savdo shahri. Shu Karachida 100 lak odam yashar ekan. 1 lak 100 mingga teng. 100 lak bo'lsa 10 million odam bo'lar ekan. 10 million odamni najosati, hojatxonasi hammasi dengizga chiqib ketar ekan. Kechasi kunduz najosat dengizga quyilaveradi. Tashqaridan qarab turgan odam deydilar, shuncha najosat chiqaverib bu dengizdan to'lib ketmas ekanmi deb qo'rqasiz deydilar. Vaholanki bir mavj uradi dengizda. Bir to'lqinlanganda bir ko'zing ochganingcha haligi najosat yo'q bo'lib qoladi. Farazan bir masjidda imom kelib haligi dengizda tahorat qilib namoz o'qib beramansa, bemalol tahorat qilayotgan darajada oqlanib ketadi. Ko'zingni och birodarim deydi. Xudoy taborak va taoloning rahmatini dengizi mavj urganda sani uncha gunohing yo'q ketadi deydi. Gap sandagi astoydil tavbada, sandan astoydil azm bo'lsa, bu shartlari bo'lsa, Xudoy taborak va taoloning rahmati san har qanday gunohingni yuvadi. Asosiga noumid bo'lmaslik kerak deydi. Banda har qancha gunoh qilgan taqdirda ham astoydil tavba qilsa, Xudo va'da qildiki, gunohlarini kechiraman. Ba'zi odamlar aytadilar, men juda katta gunoh qilaman. Meni duom qanaqa qilib qabul bo'lsin? Necha marta men tavbani sindirganman. Meni gunohimni Xudo kechirmaydi deb gunohning ko'pligini ko'p menga yod qiladi. Zohiran bunga qarasangiz, birodar juda tavozulikka, o'zini haqiqiy olgan, o'zini katta tutganga o'xshab ko'rinadi. Hamma aqli bor odamning nazarida shunday seziladi. Lekin men aytamanki, bu zohirda tavozulik, lekin haqiqatdan oxiri yo'q mutakabbir odamdir. Men shu odamdan norozi bo'laman. Sababi o'zini gunohini Xudoning rahmatidan ko'ra kattaroq deyaptimikin deydi. Har qancha katta gunoh qilgan taqdirda ham Xudoning rahmatini oldida hech narsa emas deydi. Ustozim bir narsa gapirardi. Bir pashsha kelib molni shoxiga qo'nibdi deydi. Molni shoxiga qo'nibdi. 3 kunga turgan vaqtida ey mol debdi pashsha. Ey mol, kechirasan meni, sani shoxiga kelib qo'nib, sani ko'p bezovta qildim endi. 3 kunga turgan ekan. Mol aytdi, to'xta debdi. Sen uni kelib qo'nganingni ham bilganim yo'q dedi. 3 kunga turgan, qachon bilaman, indan 3 kunga o'tgan ham bo'lmasmi dedi. Ya'ni go'yo u molga kichkinagina narsa sezilmadimi pashshaning. Xudoy taborak va taoloning rahmati shunday katta narsaki, siz bilan meni gunohim go'yo etda yo'q. Gap astoydil tavba qilishda faqat. Ya'ni tavbaga undayapti-da. Noumid bo'lmasdan darrov tavba qilib gunohdan qaytib oldim. Xudo meni kechirmaydi deb gunohda davom etib yuravergandan astoydil yig'lab turib tavba qilib gunohni kechirtirib olish osonroq. Agar shayton ham agar tavba qilsa Xudo taolo kechiradi. Shayton ham agar farazan tavba qiladigan bo'lsa, Xudo taoloning gunohini kechiradi. Hazrat Hakimul Umma aytardilar. Shaytonda 3 ta ko'z bo'lgan. Obidning ko'zi bo'lgan. Orifning ko'zi bo'lgan. Olimning ko'zi bo'lgan. Ya'ni unda 3 ta fazilat bo'lgan. Olimlik, obidlik, oriflik bo'lgan. Olimligi shu darajada bo'lganki, tamom anbiyoning, payg'ambarlarning shariatlari, juz'iyoti, kulliyoti, katta va kichkina ma'lumotlari hammasi uning nazarida hozir bo'ladi. Uning ibodatchiligi, obidligi shu darajada bo'lganki, yer yuzida uni boshi sajdaga qo'yilmagan joy qolmagan. Ibodat shunchalik ko'p bo'lgan. Orifligi, uni bilimdonligi shunday bo'lganki, Xudo taborak va taolo uxruj fa innaka rajim deb shaytonni dargohidan quvdi. Chiq, sen toshbo'ron qilinding, meni la'natimga qolding deb quvdi. Shunchalik vaqtda ham Xudo taoloning dargohidan quvilib turganda ham u duo qildi. Allohim menga izn bergin. Menga muhlat bergin, qiyomatgacha meni o'ldirmagin. Men seni bandalaringni yo'ldan uraman. Bularni masalan jannat yo'liga turib olib, bularni u yo'lga tushmaslikka harakat qilaman. Ana shunaqangi duolarni qilib Xudo taolodan muhlat so'radi. Uni olimligi, orifligi shunday ediki, Xudo taborak va taolo unga g'azab qildi.
chiq dedi. Lekin bilardiki u Xudo taolo shunday ulug' zotki, uni g'azab qilgan taqdirda ham bandani duosini ijobat qilishdan uni g'azabi to'sib qo'ymaydi. Duo qilsam duom ijobat qilaveradi, turib duo qildi u. Parvardigor olam g'azabdan ta'sirlanmasligini ham bilardi. Shu darajada oris zot edi shayton. Lekin deydilar, shunchalik fazilati bilan u oshiq emas edi deydilar. Xudoning oshiq emas edi. O'shanga do'diradi u. Agar u oshiq bo'lganda edi, Xudoga nisbatan uni muhabbati, ishqi bo'lganda edi, shuni charosiz nimaga u qanday demasdan turib Xudoni farmoniga bo'ysungan bo'lardi. Odamga sajda qil deganda yo'q sajda qilardi. Balki u mahbubi haqiqiysini noroziligidan betoqat bo'lib qochgan bo'lardi. O'zining eng haqiqiy suyuklisi bo'lgan bu Xudoni norozi qilib qo'yishdan qochgan bo'lardi. Shu zahot sajda qilardi. Agar u oshiq bo'lganda edi, Odam alayhisolatu vassalomga o'xshab, Robbana zalamna anfusana, ey Allohim, men o'zimni nafsimga zulm qilib qo'ydim deb aybini iqror qilgan bo'lardi. Ulamolar she'rga kelganda yozadi. Qaysi dildagi, qaysi qalbda Allohning muhabbati paydo bo'lgan bo'lsa, hech qachon shu odam kofir bo'lib ketmaydi dedilar. Allohning dili bir marta bir qalbda o'rnashgan bo'lsa, u odam mardud bo'lmaydi, Xudoning dargohidan quvilmaydi endi. Hop, hujjatingiz nima? Desa, Xudo taolo aytdiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, "Va man yartadid minkum 'an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum va yuhibbunahu." Sizlardan kim dinidan qaytib murtad bo'lib ketsa deydi. Sizlardan har kim dinidan qaytib murtad bo'lib ketsa, ularning o'rniga Xudo taborak va taolo shunday qavmlarni keltiradiki, ularni Xudo yaxshi ko'radi, ular ham Xudoni yaxshi ko'radilar deydi. Ya'ni Xudoni yaxshi ko'rgan, Xudoni qalbi, Xudoni muhabbati ularning qalbida o'rnagan zotlarni murtadlarning o'rniga keltiradi dedi. Ularning muqobalasida bularning oshiqlarini Xudo taolo yod qildi. Demak ma'lum bo'ldiki, bular murtad bo'lmaydi. Qalbida Xudoni muhabbati o'rnashib qolgan odam bo'lsa, bir martaga u odam dindan qaytib ketib qolmaydi. Shu oyatni ostida ulamolar yozdilarki, ahli muhabbatda xotimasi oxiri juda go'zal bo'ladi. Agar ahli muhabbatlar keyinchalik murtad bo'lib ketishi mumkin bo'lganda edi, xotimalari xarob bo'lishi mumkin bo'lganda edi, Xudo taolo murtadlarning muqobalasida oshiqlarni, o'zini do'stlarini zikr qilmagan bo'lardi. Ularni qarama-qarshiga qo'yib turib yod qilmagan bo'lardi. Hakimul ummat pirimiz aytardilarki, shuning uchun ahli muhabbatni topib do'st bo'lishga harakatini qiling. Ahli muhabbatni Xudoga nisbatan muhabbati bor odamlar suhbatida ziyodaroq bo'ling. Xo'p, men sizga aytayapman. Ahli muhabbat bilan birga bo'ling deyapman. Siz mendan so'rashingiz kerak edi. Ki ahli muhabbatning alomati nima? Ahli muhabbat qanaqa bo'ladi? Bu kimga ma'lumki, uning dilida Xudoning muhabbati bor yoki yo'q. Zeroki hamma odam men Xudoning muhabbati meni qalbimda bor, men Xudoni oshiqman deb hamma ham da'vo qilaveradi. Xudo men uchun hamma narsadan suyukliroq deyveradi. Xudo taborak va taolo o'zining oshiqlariga 3 ta alomatni chiqarib qo'ydi. O'zining muhabbatli zotlariga, muhiblariga 3 ta alomat chiqardi. Hali oyatning ostida shunday qavmlarni keltiramanki, ularni men yaxshi ko'raman, ular meni yaxshi ko'radi, ular shunday zotlar bo'ladilar. Alomatni aytdiki, azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Mu'minlarning qarshisiga kelganda juda xor bo'lib ketadilar. Mu'minlarning oldiga kelganda o'ziga o'xshagan iymonli odamning oldida juda siniq bo'ladilar. Lekin kofirlarning qarshisiga kelganda juda ulug'vor, izzat bilan turadilar. Egilmaydilar ularning oldida. Demak, qaysi dilda Xudoning muhabbati bo'lar ekan, unda tavozu degan narsa, kamtarlikning sha'ni paydo bo'lib qoladi. Hamma qaysarliklar, haligi kekkayganliklar tugaydi. O'zini hamma musulmon do'stini oldida juda past oladi. Xudoning muhabbati bir qalbga kiradigan bo'lsa, uni kibr sinib qoladi, undagi yomon axloq yo'qolib qoladi deyishga sizda nima haqqingiz bor?
nima bilan isbotlaysiz desangiz, men unga ham Qur'ondan misol qilib aytamanki, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Sulaymon alayhisolatu vassalomning qissalarida Xudo taolo shu oyatni yod qilib aytgan. Sabo degan mamlakatning malikasi aytgan ekan. Shuni gapini Xudo taolo Qur'onda keltirgan. Albatta, podsholar qaysi bir shaharga kirsalar, qaysi bir shaharni g'alaba qilib podsholar oladigan bo'lsalar, u shaharni fasod qiladilar, u shahardagi kekkaygan azizlarini, kattalarini hammasini xorga aylantirib oladilar deb Xudo taolo yod qilgan. Dunyoda oddiy podsholar, masalan, bir joyda sultoni bir mamlakatni qo'liga olsa, albatta uni katta-kattalarni darrov sindirib turib, kichkinalarni o'ziga qul qilib oladi. Dunyoviy podsholarni muomalasi shunday. Uni barbod qilar ekanlar, u olgan joylarini, undagi azizlar odamlarini giriftor qilar ekanlar. Mashoyixlar yozdilar. Tamom podshohlarning podshohi bo'lgan Xudo ham bir qalbga kiradigan bo'lsa, Xudo taolo bir podshoh bo'lsa, shu podshohning muhabbati bir qalbga kiradigan bo'lsa, u qalbingizdagi bir katta mamlakat bor. U mamlakatda ham ichida, qalbda ichida katta-katta mutakabbirlari bor. Kibr degan narsa bor, g'azab degan narsa bor, hasad degan narsa bor, yomon gumon degan narsa bor. Bularni hammasini o'ldirib tashlaydi, deyapti-da. Muhabbat bir qalb saltanatiga kirib joylashgandan keyin u saltanatdagi bari muazzazlarni yo'qotib, hammasini xor qilib tashlaydi Xudo taolo. O'shandan kelib chiqdiki, qaysi qalbga Xudo taoloning muhabbati joylashgan bo'lsa, kibr o'lib turib mo'minda oldiga kelganda mutavozi bo'lib, tavozuli bo'lib qoladi, kamtar bo'lib qoladi degan o'shandan kelib chiqdi. Demak, bu Xudo taoloning oshiqligini, u qalbga Xudoning muhabbatini kirganligini bitta alomati bo'ldi. Ikkinchi alomati nima? A'izzatin alal kafirin. Kofirlarning oldida endi aziz bo'ladi, egilma, ularga tavozu qilmaydi. Chunki Janob Rasul aytdilarki, mutakabbirga mutakabbirlik qilmoqlik sadaqadir dedilar. Mutakabbirga mutakabbirlik qilmoqlik sadaqadir. Ya'ni uni oldida siz mutakabbirlik qilsangiz, o'zini gunohini, o'zini haligi qilib turgan kibrini, xuniyligini keyin bilar ekan. To'xta, men ham hayda bir qo'llab so'rashdim, juda xunuk narsa ekan, ko'rib turib, o'zini o'ynaydi. Demak, birinchi alomati mu'minlarning oldida ahli muhabbatlar tavozulik bo'ladi, kofirning oldida uni qarshisida, ya'ni teskarisi bo'ladi. Uchinchi alomati nima? Yujahiduna fi sabilillah. Xudoning yo'lida mujohada qiladilar. Allohning yo'lida mujohadani, mashaqqatini bardosh qiladilar. Ahli muhabbatlar mujohada qilar ekanlar, Xudoning yo'lida qiynalar ekanlar. Mujohada nima desangiz, mufassirlar aytadilarki, "Vallazina jahadu finani" oyatining ostida shu gapni aytdilar. "Allazina ikhtarul mashaqqata fi ibtigha'i marzatina va nusrati dinina." Xudoning yo'lida mujohada qilishlik shuki, ular Xudoning roziligini talab qilishlik yo'lida, Xudoning rizosini yo'lida va dinining yordamini yo'lida har qanaqangi mashaqqat kelsa ko'tarishga tayyor turgan odamlar Xudoning yo'lida mujohada qilyapti deb aytiladi. Yo'inki Xudo taborak va taoloni amriga bo'ysunishlikda qancha mashaqqat bor. Xudo qil degan ishni qilishlikda mashaqqat bor. O'sha mashaqqatni bo'yniga olib turib sabr qilishlikda otini mujohada deydi. Bu kishi o'shanda Arafatda turib aytgan ekanlar, ko'ring. Arafatda turibmiz. Arafatda turganda kim aytdi? Xudo aytdi. Badanimizdan ter chiqyapti. Tepamizda turgan quyoshning isitishini qarang. Bu hammasi nima undadi bularni qilishga? Xudoga bo'lgan muhabbat undadi. Qalbimizga Xudo taolo muhabbat qilganda, Xudoning yo'lidagi, buyrug'ining yo'lidagi mashaqqatni ko'tarishga tayyor turibmiz. Ko'zingizni oching birodarim deydi. Siz bilan meni badanimdan Xudoning yo'lida mujohada qilib turib teri chiqibdi. Vaholanki sahobalardan qon chiqqan edi deydi. O'shalarga giriftor qilmaganiga shukr qiling. Bu bir mujohada. Umid qilamanki, o'shalarning qonini chiqqanda qangi, o'zini yo'lda shahid bo'lganda qangi darajani siz bilan menga Xudoning ibodatida agar badaningizdan ter chiqsa Xudo beradi deb umidim bor.
Mujohidaning yana bir tafsiri shuki, Xudo qaytargan narsalardan qaytishlikda ham mashaqqat bo'ladi. Ana o'sha mashaqqatni bo'yniga olishlikning adini ham mujohida deydi. Gunohni tark qilish kerak. Odamlar aytadi, tafsir deydi. Ro'para kelgan narsaga qarab qo'yapman. Qaramasam iloji yo'q. Bu ham bitta mashaqqat. Xudo qaytargan narsaga sabr qilish. G'iybatni tashlash qiyin bo'lyapti. Bu ham mashaqqat ekan. Chunki birovni ko'ngli uchun ham kimnidirda g'iybat qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Gunohni tark qilishda shunaqangi kulfatlari bor, mashaqqatlari bor. Shuni ko'tarishlik ham Xudoning yo'lidagi bir mujohada bo'ldi. Bu ishni kim qiladi? Muhabbati qalbida paydo bo'lgan odamgina qiladi. To'xta, men yaxshi ko'rgan zot qaytargan ish ekan. Buni sabr qilishlikka faqatgina muhabbat bo'lsagina undaydi. Al-mushahadatu biqadri al-mujahada. Mushahada ya'ni Xudo taborak va taoloni mushahada qilishlik, ko'ra olishlik, ko'zini oldiga keltira olishlik mujohadaning miqdoricha bo'ladi. Mujohada qancha ko'p bo'lsa, mushahada ham o'shancha ko'p bo'ladi. Bas ma'lum bo'ldiki, komil muhabbatning alomati shu ekanki, u odam har gunohni tashlashga tayyor turadi. Agar u bilan jon ketsin yo ketmasin. Joni ketsa, lekin Allohning farmoniga nofarmonchilik qilmaydi. Gunohni tark qilishda juda yetib borgan narsa bo'lsa, o'lim keladi xolos. Gunohni tark qilishda eng oxirgi narsa o'lim keladi. Undan oshig'i kelmaydi. Agar Xudo qalbiga muhabbat solib qo'ygan bo'lsa, o'shanga ham tayyor turaveradi. Demak, ohista hamma gunohni tashlashlik, Allohni norozi qilayotgan narsalarni tashlashlik insonning qalbida Xudoning muhabbatini o'rnashganligini alomati bo'ldi. Qaysi insoniki gunohni tark qilolmayaptimi? Hali uning muhabbati komil bo'lmadi. Qaysi bir odam gunoh qilsa-yu qalbida parishonlik paydo bo'lmasa, betoqatlik paydo bo'lmasa, u hali xom ekan, hali u pishmabdi. Dunyoviy muhabbatni ko'rasanmi? Bir odam bir ayolni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'shani rozi qilishlikning yo'lida hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hatto gohida o'zini o'ldirishgacha ham yetib boradi. Bir inson vaqtincha o'tib ketadigan dunyoning lazzati uchun mahbubasini oldida har bir uni yomon ko'radigan narsalarni tark qilishga ham tayyor, uni xursand qiladigan ishlarni hammasini qilishga u tayyor bo'ladi. Sahobalarda ko'rsang, Payg'ambar alayhisolatu vassalom ularning bir ayblari tufayli gapirmay qo'ygan vaqtlarida waqafat alayhimul ardu bima rahabat. Yer shuncha kengligi bilan ularga tor bo'lib qolgan. Waqafat alayhim anfusuhum, hatto ularning o'zlari bezor bo'lib ketgan. O'zlarining nafslari ham ularga tor bo'lib qolgan. Demak, qaysi bir insonga gunoh qilgandan keyin parishonlik qalbida, betoqatlik agar paydo bo'lmaydigan bo'lsa, u hali muhabbati komilani mazzasini ham hali tatib ko'rgani yo'q ekan. Agar qaysi bir insonda ozginagina bo'lsa ham Allohning muhabbatiga aloqa paydo bo'lib qolgan bo'lsa edi, Xudoni norizo qiladigan arzimas kichkinagina bir ishdan ham parishon bo'lgan bo'lardi. Men sizga arz qildimki, insondan tiyiligi vaqtida qarshisiga to'rtta guvoh bo'lib qoladi degan gapdan so'z ochgandim. U Qur'ondan sobit bo'lgan qat'iy naf bilan isbot qilgan edim. Bittasi nima bo'ldi?
u yer bo'ldi. Ikkinchisi o'zimizning a'zolarimiz bo'ldi. Uchinchisi farishtalar bo'ldi. Va to'rtinchisi nomai a'mol bo'ldi. To'rtta guvoh siz bilan meni qarshimga qiyomatda tayyor turibdi. Shariat Xudo taolo tarafidan ko'p gunohlarni asosan toshbo'ron qilishga arziydigan gunohlarni qarshisida to'rtta guvohni belgilab qo'ygan. Hop, endi biz qanday qilib saronjon topamiz? Ishimiz qanday qilsak bitadi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom siz bilan meni gunohimni kechirilishligi uchun, xatm qilinishligi uchun Xudo taborak va taolodan bir chiroyli bir sovg'a olib keldilar. Xudo taolo o'zini payg'ambarining vositasida bandalarga bir qandaydir pudraga o'xshagan bir narsa berdi. U sepiladi, gunoh o'chib ketadi. Hazrati Imom Suyuti o'zlarining kitoblarida bir hadis muborakni naql qildilar. Iza tabal abdu ansallahu al-hafazata zunubahu wa anta zalika jawarihahu wa ma'alimahu min al-ardi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi shahidun min Allah bi dhanbin. Haligi tepada aytgan shartlarimiz bilan, to'rtta sharti bilan banda gunoh qilgandan keyin astoydil tavba qilsa. Vaholanki tavba qildi, tavba qilishidan oldin buni qarshisiga to'rtta guvoh tayyor bo'ladi. Endi guvohlar nima bo'ladi endi? Bu tavba qilishga tavba qildi. Guvohlarchi desa, Janob Rasul aytdilarki, banda agar tavba qilsa, Xudo taborak va taolo haligi bandaning gunohlarini farishtalarning esidan chiqarib yuboradi. Farishtalarga yodlatib qo'ygan edi. Ularni esidan chiqarib yuboradi. O'zini a'zolaridan ham Xudo taolo hayolidan ko'tarib yuboradi. Yerda qayta guvoh bo'lgan bo'lsa, uni ham yodidan ko'tarilib ketadi. Hatto Xudo taborak va taoloning huzuriga kelganda buni qarshisiga bitta guvoh ham yo'q holatda keladi. Bu gap hammasi astoydil tavba qilishdan keyin lekin. Bir marta astag'firulloh tavba qildim, Xudo gunohimni kechirsin deyishni o'zi bilan emas. Haligi shartlari gunohdan sug'urilib chiqadi, qalbida nadomat paydo bo'ladi. Ikkinchi shuni qaytib qilmayman Parvardigor deb qattiq qalbida azm qiladi. Shu shartlar bo'lsa, Xudo taolo mana shu mukofotlarni mukofotlaydi. Hazrati ustozimiz aytardilar. Xudo taborak va taolo bandasidan bir gunoh sodir bo'lgan bo'lsa farishtaga yozdiradi-yu. Lekin nimaga mana shu ishlarni farishtaga yozdiraman deb aytmadi endi? Keyingi ishda. Xudo taborak va taoloning mehribonligi, kamol mehribonligi shu, ey Allohim, bu gunohni qilganda biz yozadik, bizga o'chirdik, o'chirib yubordik degan ta'nani bandasini eshitmasligini xohlaydi Xudo taolo. "O banda, biz seni gunohingni bilamiz, o'zimiz yozib turib, o'zimiz o'chirganmiz" degan ta'nani farishtalardan eshittirmasligini xohlaydi Xudo taolo. O'shanda aytayotki, Xudo taolo o'zim o'chirgizib yuboraman deyapti. Uning qalbidan farishtalarni esidan men ko'targizib yuboraman. Yerda hayoldan men ko'targizib yuboraman, guvoh berolmaydigan qilib qo'yaman deyapti. Ya'ni farishtaga aytib turib, keyin farishtalarga shunday qildiraman demayapti. Xudo taolo bevosita o'zim shu ishlarni qilaman deyapti. Gunohni yozdirib turganda farishtalar yozib turadi. Bu ishlarni, sharofatlarni, bu mukofotlarni Xudo taolo o'zim bevosita qilaman. To'yinki kamoli bandanga mehribonligim shuki, o'shalar ham ta'na qilmasin. Bunaqangi sultonni qayerdan topasan? Bunaqangi podshoni qayerdan topasan? Dunyo podsholarini ko'rganmisan? Ularning oldilarida sen tarafingdan bir gunoh sodir bo'lsa, ularning huzurida seni gunohing mahkamada hukm qilinsa, sud ishlari seni ustingdan oshiriladigan bo'lsa, seni gunohing kechirilishi mumkin. Lekin seni haqingda yozilgan gunoh to'g'risidagi xatolaring to'g'risidagi qog'ozlar o arxivda bo'ladi. Dunyo olib tashlaylik demaydi. Bir kun kerak bo'lib qoladi deb turadi. Lekin Xudo taborak va taoloning sultonligi, mehribonligi, karomiyligi shundaki, seni gunohingni kechiradi-yu, hali yozilgan daftarlarning hammasini Xudo taolo ko'tarib yuboradi.
Endi gunohni tark qilish kerak dedim. Gunohdan odam sug'urilib chiqish kerak dedim. Avvalo o'shani o'zi qiyin narsa dedilar. Chunki hamma ham shu gunohini qilayotgan gunohini avvalo yomonligini aksar odam biladi. Lekin bir narsalar sabab bo'ladi. Yo obro' sabab bo'ladi, yo nafs sabab bo'ladi. Xullas haligidan sug'urilib chiqarmaydi. Xo'sh, gunohni tark qilishlikka himmat qayerdan keladi? Buni 3 yo'li bor deydilar. 3 ta ilojisi bor. Ki gunohni tark qilishga odamda bir himmat, astoydillik paydo bo'ladi. U nima? Avvalo himmat o'zidan bo'lish kerak. Qalbida astoydillik bo'lish kerak, qaytaman degan qasd bo'lish kerak. Ikkinchisi, Alloh taolodan gunohni tark qilishga himmat berishiga duo ham qilish kerak. Ey Alloh, agar o'zimga qo'yib qo'ysang, men tark qilolmas ekanman. O'zing menga himmat bergin deb duo qilsin. Uchinchisi, qayta Xudoning xos bandasini topsa darrov borib taqsir duo qiling. Men bir gunohlarga mubtalo bo'lib qolganman. O'sha Xudo himmat bersinki, menga o'sha gunohlardan qaytaydigan duoni xoslardan olsin. 3 ta yo'li bor. O'zida himmat bo'lsin, Xudodan keyin so'rasin himmat ato qilishini, keyin xos Xudoning bandalaridan ham borib duo olsin. Inshaalloh gunohni odatini tark qilishlikka Xudo unga tavfiq beradi. Endi mav'izani boshlashdan oldin sura Baqaradan o'qigan oyatimni tafsiriga kelaylik deylar. Xudo taolo bandalarini tavba qilib turganda qanday duo qilishlikni o'rgatay turganda mana oyatni qarang. Ey bandam, duo qilgin. Bunday deydi. Wa'fu anna, ey Allohim, bizni afv qilgin. Wa'fu anna, bizdan afv qilgin. Afv nima degani? Umsu asara zunubina. Gunohlarimizni nishonasini ham o'chirib yuborgin degan ekan. Gunohimizni nishonasini ham o'chirib yuborgin. Va g'fir lana, bizni mag'firat qilgin. Buni Xudo o'rgatyapti. Bizni afv qilgin, ya'ni afv degani ma'lum bo'ldiki, gunohimizni nishonasini, asarini ham o'chirib yuborgin. Ikkinchisi, va g'fir lana, bizni mag'firat qilgin. Mag'firat nima degani? Biza bisatril qabih va izharil jamil. Yomonligimizni yashirasan, u yaxshiligimizni oshkor qilasan. Shuna qilgin Parvardigor. Varhamna, uchinchisi, Allohim bizga rahm qilgin. Bir farzand o'zini otasiga nisbatan nofarmonchilik qilib qo'ygan bo'lsa, ota undan norozi bo'lgan, qattiq g'azab qilgan. O'sha g'azabning davomida endi bundan haliga har oyda berib turgan ozgina daromadli pullarini ham to'sib qo'ygan. Endi farzand otasidan kechirim so'radi. O'g'lim bo'lsa sendan roziman bo'ldi. Lekin farzand aytadiki, ota endi hali oylikda berib turgan narsalarni endi berib turing, endi rozi bo'lishga rozi bo'ldingiz. Endi berib turgan narsalarni bering. Ana o'sha otin rahim deydi deyaptilar. Rahim ana shu. Kechiradi, keyin sizga berib turgan u yaxshi fazilatlarda Xudo taolo ikromini davom ettirishida otin rahim deydi o'shani. Gunohimizni afv qilgin, bizni mag'firat qilgin, yaxshiligimizni oshkor qilgin, yomonligimizni yashirgin, keyin bizni holimizga rahim qilgin deydi. Endi rahim qilish kerak. Xudo taborak va taolo tomonidan rahmni talab qilish kerak. Xo'sh, rahim nima ekan? Rahmat nima ekan desa, uni tafsirini qarang. Rahmda aytyaptilarki, birinchi ma'nosi tavfiqi to'at. Ibodatga nisbatan tavfiq paydo bo'lishlik. Xudo taolo o'zini to'atiga muvaffaq qilsa, uni Xudo rahim qildi deylar ekan. Ey Xudo, falonchini rahim qilgan holiga desangiz, niyatingiz shu bo'lishi mumkin ekanda, Xudo ishqilib to'atga muvaffaq qilsin-da, shu odam o'lmasdan turib ibodat qiladigan bo'lib qolsin degan narsa nazarda tutiladi. Xo'sh, gunohdan keyin afv so'rab, mag'firat so'ragandan keyin nimaga endi to'atga ham tavfiq so'rayapti odam? To'atga muvaffaq qilishligini Xudodan so'rayapti. Sababi gunoh qilaverib odamlar to'atga muvaffaq bo'la olmaydigan bo'lib qoladi. To'at qiyin bo'lib ketadi, Xudoning ibodat qiyin bo'lib ketadi. Sizga misol deydilar. Odam yomon nigoh qilarsa, harom joylarga qarorsa, oldida tilovati Qur'on qilinadigan Qur'on ochiq turaveradi, tilovat qilib mazza topolmaydi. Ya'ni to'atga muvaffaq bo'lmasligi shu.
gunoh qilaverib toatga tavfiq tugab qolgan degani oldin turib ochib turib o'qib turib undan mazza qilishlik kerak bo'lgan narsadan mazza qilolmaydi, mazza topolmaydi. To'g'ri tavba qilmaguncha. Gunoh qilaverib odamlar ibodatdan halovat topolmaydi. Namoz o'qiramiz, zerikish paydo bo'ladi. Qachon tugar ekan, duo qilsak, darrov tashqariga chiqsak degan narsa, o'sha kamoli gunohimizni ko'pligidan bizda o'sha tavfiqni, toatni tavfiqi bizdan ko'tarilib ketib qoladi. Endi o'sha Parvardigor holimizga rahim qilgin degani, mana Parvardigor gunoh qildim, gunohimga tavba qildim endi meni holimga rahim qilgin desangiz, go'yo o'sha ibodat deganda endi mazza qiladigan qilib qo'ygan meni degan ekanda, o'sha tavfiqni qaytarib bergan endi menga. Ibodat qilib bir halovat topadigan bo'laydi degan bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi rahmatni odamning maishati kengchiligi bo'lib ketar ekan. Ya'ni tirikchiligi bemalol o'taydigan bo'lib qolsa, Xudo taolo rahim qildi deylar ekan. Chunki odam gunoh qilaverib rizqiga tanglik paydo bo'ladi. Tanglik degandan mana maqsadim barakat ko'tarilib ketadi. Bir kunda 100 laklab pul topadi. Lekin bir so'm pul barakatli pulda barakati unda bo'lmaydi. U nimadan bo'ladi? Gunoh qilaveradi, Xudo taolo undan rahmatini ko'tarib qo'yganligidan bo'ladi. Endi Xudo menga rahim qilgin degan o'sha topganimdan menga baraka topadigan qilgin, o'sha menga bir yuqsin degan duo bo'ladi, go'yo rahm so'rashlik ma'nosi. Rahmatning uchinchi ma'nosi behisob mag'firat degani. Behisob mag'firatini ham bergan degani. To'rtinchisi jannatga kirishlikni otini ham rahm deydi. Shuning uchun varhamna degan duoni qilib turganingizda ko'zingiz oldidan birodarim shu to'rt narsa o'tib ketsin. Varhamna deganingiz o'zida Allohning toat qilishga tavfiq bergan, tirikchiligimda kengchilik bergan, behisob mag'firat bergan, jannatiga kirishga ham nasib qilgan degan ma'noga varhamna o'zi. Xolimga rahm qilgan degan shu to'rt narsa. Hatto Imom Alusi degan zot varhamnoni tafsir qilayotganlarida تفضل علينا بفنون الآلام مع استحقاقنا بأساني العقاب degan ekanlar. Ey Allohim, o'zingni turli ne'matlaring bilan bizga mehribonlik qilgin, agarchi bizdan turli gunohlar sodir bo'lsa ham degan gap ekan. Turli iqoblarga, turli azoblarga biz loyiq bo'lsak ham, o'zingni xilma-xil ne'mating bilan bizga mehribonlik qilgin degani bo'ladi varhamnoni ma'nosi. Endi ey ahli ilm do'stlarim deyman. Sizlarga men bir fikr qilib tushunib olsalaring, sal chuqurroq ketsalaring tushunadigan bir hikmatni bayon qilaman deyman. Xudo taolo duo qilishni o'rgatayotganda shunday marhamat qilyapti. Ey bandam duo qiling. Va'fu anna. Allohim bizni afv qilgin, mag'firat qilgin, rahm qilgin. Anta Mavlana, sen bizni hojamizsan, sen bizni Mavlomizsan deb turib duo qiling. E'tibor qiling deydi. Tepadan qilinayotgan 3 duoda sen degan gap takrorlanmaydi. Sen afv qilgin, sen mag'firat qilgin, sen rahm qilgin demaydi, lekin 4-sida Anta Mavlana, sen bizni Mavlomizsan, sen bizni egamizsan, bizni ishimizga hammasiga kafil o'zingsan deydi. Nimaga? Chunki shunda ishora borki, ey bandam, sen gunoh qilor, sen bilan meni o'rtamda shunday cheki yo'q bir pardalar tushib ketgan. Sen menga go'yo meni ko'rmaysan. Sen bilan bizni o'rtamizda katta devorlar paydo bo'lgan. Sen endi mendan ey Parvardigor, gunohimni afv qilgin deb afv so'rading, mag'firat so'rading. Rahm so'raganingdan keyin o'rtamizdagi parda ko'tarilib ketdi. Endi sen hojamsan deb duo qilgin deyapti. O'rtada parda ko'tarilgan, ko'rib turgan deb duo qilgin deydi. O'shaning uchun avvalgilarda san degan gaplar yo'q, oxiriga kelganda keyin san deb turib hisob qilinglar deydi. Chunki sizlar bilan bizning o'rtamizda endi parda qolmadi endi deydi. San deb gaplashishlikka haqdor bo'lib qoldilar endi sizlar deydi. Shetda Xudo taoloning hikmatini bayon qilyapti. Anta sayyiduna, sen bizni sayyidimizsan. Sen bizni hojimizsan.
Biz hamma ishimizga sen mutavallisan, valisan deydi. Bugun shu narsa zarur edi. Tavba to'g'risida o'shancha men gapirdim deydi. Demak, ma'lum bo'ldiki, tavba shunaqa zarur narsa ekan. Tavbasiz bizni ikkimiz ikki bo'lmas ekan. Najot topolmas ekanmiz. Qiyomatda qutulolmas ekanmiz. Ma'lum bo'ldiki, tavbaning shuncha sharti bor ekan. Agar sharti bilan bo'ladigan bo'lsa, Xudo taborak va taoloning rahmatining daryosi shunday keng ekanki, biz har qanday gunohimizni kechirishga Xudo tayyor turibdi ekan. Gap biz tavba qilishimizda xolos ekan. Xudo taolo tavba qilinglar, men tavbalaring qabul qilaman deb Xudo taolo Qur'onda o'zi va'da qildi. Endi ba'zi bir narsalarning zarurati borligi uchun uni ham zikr qo'yaman deydi. Arab tilida 3 lafz bor. U lafzni o'rnini bosadigan badali arab tilining o'zida ham boshqa joyda ishlatilmaydi, topilmaydi. U bittasi nasihat degan narsa. Bittasi saloh degan narsa. Bittasi ofiyat. 3 narsa. Mishkot Sharif degan hadis kitobda ad-dinu an-nasiha. Din nasihatdan iborat deb aytiladi. Din shu islom dinining bitta nomi nasihat ekan go'yo. Shu islom dini nasihatdan iborat ekan. Nasihat degani birovga faqatgina pand qilib, o'rgatib o'tirish emas. Nasihat degani Xudo taborak va taoloning nechta maxluqi bo'lsa hammasiga yaxshilikni ravo ko'rsatib nasihat deydi. Musulmon odam shunaqa bo'ladi. Musulmon nasihatchi degani musulmon hammaga yaxshilikni ravo ko'raveradi. Kofirni ham do'zaxga qo'yishini xohlamaydi. Ilohim shu ham musulmon bo'lsa, shu ham jannatga kirsa, Xudoning jannati torlik qilarmidi? Men o'zim kirsam, masalan, torlik qilib qolarmidi? Dunyoning hammasi kirsin degan orzu bo'lsa, xayrixohlik, yaxshilikni ravo ko'rish bo'lsa, shuni oti nasihat. Musulmonning nasihatligi shuki, nasihatchiligi shuki, baloda turganlarga ofiyat xohlaydi, kasallikda turganlarga sihat xohlaydi, hatto chumaliga ham rahim qiladi. Dengizdagi baliqlar ham, shular ham bechoralar qiynalmasin deydi. Shu darajadagi rahmdillik, xayrixohlikni, yaxshilikni ravo ko'rsatini din deydi. Shuni otini nasihat deydi. Demak, har bir narsaga qarab turganingizda Xudo taborak va taoloning muhabbati paydo bo'lgan bo'lsa, shu ham Xudoga bir aloqasi bor deb turib, chunki buni albatta Xudo yaratgan. Xudo yaratgandan keyin Xudo bilan uni o'rtasida qandaydir aloqa bor, nisbat bor. O'sha nisbatni hurmat bilan uni haqida yaxshilik ravo ko'rib turaversangiz, shu demak nasihatchilik bo'ladi. Endi ikkinchilar saloh deganlar. Arab tilida shuni o'rnini bosadigan bir lafz yo'q. Asoga turganda hayya alal faloh deyapti, masalan. Shu najot shu. Xudo taolo Qur'onda salohni va'da qilib turganda "Vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun" ey bandam, Allohni ko'p zikr qilgin, Allohni ko'p yod qilgin, shoyatki najot topsalaring deydi. Allohni ko'proq yod qilinglar, shoyatki sizlar najot topsalaring, faloh topsalaringni Xudo taolo zikr qildi. Salohning ma'nosi demak ma'lum bo'ldiki, dunyo va oxiratda najot topishlik maqsadiga erishishlikni otini faloh deyiladi. Ya'ni ey odamlar, salohga kiringlar degani, ey namoz o'qimasang, dunyoda ham oxiratda ham qoning harob degan ekanda. Salohga chaqiryapti, ey banda salohga kelgan. Ma'lum bo'ldiki, saloh degani dunyodagi murod va oxiratdagi murodga yetishlikni otini faloh deyar ekan. Dunyo oxiratda saodatini namozdan boshqa yerda inson bo'la topolmas ekan. Dunyo va oxiratda xayriyati, yaxshiligini hammasi shu falohda ekan. Demak, ma'lum bo'ldiki, Xudo taborak va taolo faloh topishlikni o'zini zikriga vobasta qilib qo'ydi. Ey bandam, meni zikr qilgin, falohni o'shanda topasan deyapti. Dunyo oxiratning yaxshiligini meni zikr qilishingda topasan dedi. Ko'ring, bir odam tovuq sho'rva ichyapti deydilar. Quvvat bo'ladigan vitamin ukol qilyapti.
Lekin orqasida doim zahar ham ichib turibdi. Aytingchi, ichib turgan tovuq sho'rvasi, olib turgan doktorlardagi vitaminlar unga foyda qilarmikan? Ma'lum bo'ldiki, quvvat beradigan dori, vitamin qilishligi bilan birga insonni haligi zahardan saqlanishi ham kerak deyapti. Xuddi shunday, faqat zikr va navofi toatlarni foyda qilishligi sizni gunohdan qaytishingizga vobasta deyapti-da. Gunohdan qaytsangiz, keyin namoz foyda qiladi. Keyin ibodat foyda qiladi. Zikr ana o'sha narsa. Mufassirlarimiz shuning uchun yozdilarki, Allohning ahkomini hammasini bajo qilishlik, Xudoning buyurgan buyrug'iga itoat qilishlik va shuning yonida Xudo qaytarganda tashab turishlikni otini zikr deydi. Zikr degani Alloh subhanalloh deyishlik emas, faqatgina Xudo aytganda qilasiz, Xudo qaytargandan qochasiz, ana u zikr. Ana shunaqangi qilib zikr qilgan odam najot topadi degani. Salohni o'sha odam topadi. Dunyo oxiratda saodatini, baxtini, xayriyatini topishlik uchun zikr kerak dedi Xudo taolo. Zikr degani faqat subhanalloh, alhamdulillahni o'zi emas, Xudo buyurganda qilib, Xudo qaytargandan qaytadi, shu odam keyin saloh topadi degani. Bu ikkinchi lafz bo'ldi. Badali yo'q, o'rni yo'q, o'rinbosari qoyim maqomi bo'lmagan bittalar shu saloh bo'ldi. Endi uchinchi lafz bor. U ofiyat degan narsa bor. Ofiyat o'zi nima? Biz kechasi kunduzi Xudo taolodan aksarimiz bilganmiz yo bilmaymiz, xullas o'zimiz bilgan va bilmagan holatda Xudodan ofiyat so'raymiz. Va ofiyat bergan, ofiyat bergan. Lekin mumkin aksarimiz bilmasmiz. Ofiyat o'zi nima o'zi? Siddiq akbar Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning huzurlarida so'zlashganlarida bir marotaba Payg'ambar alayhisolatu vassalom u kishidan so'radilar. Aytdilar u kishiga, marhamat qilinglar, ey Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Xudodan afu bilan ofiyatni so'rang. Lam yu'ta ahadun ba'da al-yaqini khayran min al-afiyah. Ey Abu Bakr, banda Xudo tarafidan iymondan keyin ofiyatchalik afzal narsa Xudo tarafidan bandaga berilmagan dedilar. Eng qimmatbaho narsa iymon bo'lsa, iymondan keyin bevosita turgan eng qimmatbaho narsa bu ofiyat bo'ldi. Shuning uchun Xudodan ofiyat bilan afu so'rang ey Abu Bakr dedilar. Bas ma'lum bo'ldiki, iymondan keyin hammasidan afzalroq bu davlat, bu ofiyat davlati ekan. Ofiyat shunday qimmatbaho mulk va davlat bo'lganligi uchun u ham ozginagina shaxsga muhtoj bo'ldi. Odatda aksar odamlar ofiyat deganda konditsioneri bor xonalarda yashashligini, nima narsa desa darrov oldida hozir bo'lib tursa, yemishi, ichmishi farovon bo'lsa, shuni o'zini ofiyat deydilar. Lekin ofiyat haqiqatda shumidi? Ofiyatni Hazrat Mullo Ali Qori Mishkotni sharhida shunday aytdilar: "As-salamatu fid-dini min al-fitnati." O'zini dinida, islom dinida mustahkam turganligida fitnadan salomat bo'lib turishlik ofiyat shu. Ya'ni Allohning g'azabidan va noroziligidan norozi qiladigan amallardan Xudo saqlab tursa, musulmon bo'lib odamni Xudo taolo noroziligiga, g'azabiga mubtalo qilib qo'ymasa, ana o'sha narsani ofiyat deydi. Parvardigor menga ofiyat bergan degan, alhamdulillah menga iymon berding. Iymondan keyin qimmat narsa shu ofiyat ekan, ofiyat berdingani g'azabingga mubtalo qilib qo'ymagin. Seni o'zingni norozi qiladigan ishni qildirib qo'ymagin menga degani bo'ladi. Chunki was-salamatu fil badani min sayyi'il asqam wal mihnat. Badani ham yomon kasalliklardan salomat bo'lib tursa, shuni otini ofiyat deydi. Ofiyat bergan degani, ya'ni o'zbekchada buni o'rnini bosadigan narsa xotirjamlikda. Xotirjamlik bergan degan gap ekan.
Allohumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyatadan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam val mu'afata fi dunya wal oxiratni ham o'rgatdilar. Muofat ham bergan dedilar. Muofat nima degani desalar, Xudo taborak va taolo dan muofatni talabi qilay turganingizda shu narsa ko'nglingizga kelsinki, bandalarga, Xudoning mahluqlariga mendan bir aziyat yetmasin, ulardan ham menga bir narsa yetmasin degani ekan. Afu bergan, ofiyat bergan, muofat ham bergan Allohim mendan ham aziyat yetmasin, ulardan ham menga aziyat yetmasin, ko'ngil g'ash qiladigan narsalar yetmasin deyishlik ana shu muofat. Sizni zulmingizdan odamlar saqlansa-yu, siz ham ularning zulmidan xotirjam bo'lsangiz. U muofat emaski, siz katta bo'lib qolsangiz, sizga zarar yetmasa, faqat sizdan zarar yetaversa, uni otini muofat demaydi. Menga tikon kirmayapti deyishlik u muofat emas. Sizga ham kirmasin, siz tarafingizdan boshqalarga ham tikon kirmasin deganimiz. Ko'ring gaplar. Ofiyat shunday katta ne'mat ekan. Ki bu gapni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kimga tavsiya qildilar so'rashdi. Siddiq akbar Abu Bakr roziyallohu ta'ala anhu ga aytdilar. Ularda hojati bormidi shu ishga? So'rashga. Demak, hojati bor ekan. U kishini afzalliklarini bilasizmi, qay darajada afzalliklari? Hazrat Abu Bakr roziyallohu ta'ala anhu tamomiy payg'ambarlardan keyin eng afzal turgan shaxs deb turib biz u kishini haqlarida e'tiqod qilamiz. Eng yaxshi shaxs tamom payg'ambarlardan keyin shu kishi turadilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bir sahobani oyog'ini tagidagi changi g'uboriga 1000 avliyo teng kelmaydi. Oyog'ini changi g'uboriga 1000 avliyo teng kelmaydi. Sahobani ko'rgan tobiinlardan birlari Umar ibn Abdul Aziz roziyallohu ta'ala anhu bilan Hazrat Muaviya roziyallohu anhuning o'rtalaridagi farqni Abdulloh ibn Muborakdan so'rashgan ekan. Bittalari sahoba, bittalari sahobalarni ko'rgan tobiin. Bir odam hay ilmlimi, ilmsizmi, shularning ichlarida qaysilari afzal deb so'rabdi. Asli ilm bo'lganda uni so'ramasdi. U aniqdiki sahoba afzal turadi. Hazrat Muaviya afzalmilar yoki tobiin? Umar ibn Abdul Aziz Xudoning nazdida qiymatli romilar deb so'ragan bo'lsa, Abdulloh Muborak aytgan ekanlar. Hazrat Muaviya roziyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bilan birga safarda jihodga chiqqanlar, shu jihodda otlarini yugurtirib ketayotganda otini burniga changi g'ubor kirgan. Hazrat Umar ibn Abdul Aziz o'sha changi g'uboriga ham teng kelmaydi degan ekanlar. Shunchalik sahobani Xudo taolo ulug' qilgan. Shu sahobaning darajasi shunchalik ulug' ekan, 4 ta pushti sahoba kelgan zot Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ladilar. Otalari ham sahoba, o'zlari ham sahoba, o'g'illari ham sahoba, nevaralari ham sahoba bo'lgan zot faqat shu kishi ekanlar. Xudo taolo bu kishiga shunchalik fazilat ato qilgan ekan. Bu sharafni Xudo taolo boshqa birorta sahobada hosil qilmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan g'orda birga yotganlar. Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida g'orda sohiblari bo'lgan zot ham Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu. Bu kishining haqlarida Xudo taborak va taolo alohida oyat nozil qilib, u kishini g'ordagi sohiblari deb yod qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bu kishi bilan o'rtoq bo'lganlarida Hazrat Abu Bakrning yoshlari 16 yu janob Rasulullohning 18 da ekanlar. Shu darajada yoshliklardan bilan ulfat bo'lgan zotlar ular. Shunchalik qadri ulug' sahobani ham payg'ambar alayhisolatu vassalom tavsiyalaridan birida siz ham ofiyatga go'yo muhtojsiz dedilar-da. Siz ham ofiyat so'rang Xudodan. Ya'ni dinda fitnadan saqlanishlik, badaningizga bir kasalga giriftor bo'lmasligini so'rashga siz ham go'yo majbursiz. Xudoning ofiyatsiz bandani hech ishi bitmaydi. Hech narsa xotirjamlikka teng kelmaydi-da. Shu zotlar ham xotirjamlikka muhtoj bo'lganlar. Men Hazrat Abu Bakr roziyallohu ta'ala anhuni eslagan vaqtimda deydilar. Shu kishidan bir esdalik bo'lib qoladi deb sizga bir narsani yodlab aytib beraman. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu yoshliklardan tijoratchilik bilan shug'ullanar ekanlar. Tijoratchilik bilan shug'ullanib Shomga safarga borar ekanlar, Suriyaga. Shu
safarlardan birida yoshliklarida bir tush ko'ribdilar. Tushda Shomdagi bir rohibdan haligi Rushasiga aytganda ibodatxonasidagi bir popidan shuni tushlarini ta'birini so'rabdilar. U odam olim odam ekan. Sen kimsan deb so'rabdi. Oting nima debdi. U kishilar otim Abu Bakr. Keyin so'rabdi, qaysi shahardansan debdi. Men Makkadanman. Nima ish bilan shug'ullanasan? Tijorat bilan shug'ullanaman. Shunda rohib aytgan ekan. Sizlarni shaharlaringda Xudo taolo bir payg'ambarni jo'natadi. U payg'ambarning muborak oti Muhammad bo'ladi. Sen u zotni hayotlaridan vaziri bo'lasan, vafotlaridan keyin o'rinbosar xalifasi bo'lasan dedi. Bu yoshliklarda eshitgan gaplar. Aytadilarki, Hazrat Abu Bakr roziyallohu taolo anhu shu tushdi rohibdan ta'birni eshitgandan keyin o'zlaridan boshqa hech kimga aytmagan ekanlar. Ya'ni faqat o'zlari bilar ekanlar, hech kimga bu gapni xabarini qilmadilar. Vaqtlar o'tdi. Hazrat Abu Bakr roziyallohu taolo anhu 38 ga kirdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 40 ga kirdilar. Xudo taborak va taolo u kishini payg'ambar qilib sayladi. Shunda javob payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom huzurlariga Hazrat Siddiq akbar kelib aytgan ekanlar, "Maddalilu ala ma tadda'i." Ey do'stim, siz payg'ambarman deb da'vo qilyapsiz. Shu qilayotgan da'voyingizni to'g'riligiga nima dalilingiz bor deb dalil so'rabdilar. Janob Rasululloh. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Shomda ko'rgan tushingiz degan ekanlar. Ro'yaka allati ra'aytaha bish-Sham. Siz Shomda ko'rgan tushingiz meni payg'ambarligimga hujjat dedilar. Alloh taolo o'zini farishtasi Jabroil alayhisolatu vassalomning vositalarida u kishiga xabar bergan ekanlar. Fa'anaqahu. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalomni mahkam quchoqlab oldilar. Va qabbala bayna aynihi. Janob payg'ambar alayhisolatu vassalomni ikki ko'zlarining o'rtasidan o'pdi bu kishi. Bo'sa oldilar. Shu zot muborakni nomlarini zikr qilsak, tepamizdan barakotlar yog'iladi degan umid bilan shularni o'rtalarida bo'lgan go'zal bir qissa bilan suhbatini yakunladim deyiladi. Nihoyatda dolzarb yaxshi mavzu. Shu mavzularni naryoqda alohida bir kibr to'g'risida ham bop qildilar. Kibrni davolash to'g'risida. Uni oxirigacha o'qimaganligim uchun o'qimadim. Lekin o'sha yerda bir ta'sirli bir gap aytganlar, o'sha gaplarni. Ey birodarim, suyukli payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar ki Xudoning qaysi bandasi kibr qiladigan bo'lsa, Xudo tushirib yuboradi. Xudoning qaysi bandasi kamtarlik qilib o'zini pastga olib tavozu qilsa, Xudo uni ko'tarib yuboradi. Do'stim, bilasanmi deydi. Kibr qilganda Xudo tushirib yuboradi degani nima degani? Xudo uradi degani. Xudo ursa nima bo'ladi ahvol bilasanmi? Xudo uradi desam, yengilgina e'tibor bermasdan beparvo ketsan kerak. Bu kishi aytadilarki, Baxtiyor Muhammadali bir ursincha qaytib so'rasammikin deydilar. O'zingga o'xshagan bitta banda deydilar. Ursa qaytib so'ramaysan deydilar. Endi ko'zingni oldiga keltirginki, Xudo ursa nima bo'ladi ahvoling. Kibr, mutakabbirlik, kattalik, manmanlik faqat Xudoga yarashadi deydi. Sen bilan meni kelgan yo'limiz bir marta otamizni siydi yo'lidan chiqqanmiz. Ikkinchi marotaba onamiz siydi yo'ldan yana dunyoga chiqqanmiz. Xudo taborak va taolo kamoli bizni zaifligimizni ko'rsatish uchun shuna qilib dunyoga keltirgan. Banda o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Nafaqat siydining yo'ldan, najosatning yo'ldan chiqdi, balki yaratilishi ham najosat narsadan yaratildi.
asli ham najosat, oxiri ham tugashi najosat holatida tugaydi dunyoda ham. Endi yana bir gap gapiradi. Men ko'p o'ylab qoldim bundan. Nimaga hamma joyda mu'minlar xor yuradi? Musulmon doim zalil, kofirni bayrog'i hilpiragan. Musulmon hech biri ikki bo'lmaydi. Rivojlanolmaydi. Men o'ylab shuni topdim deydilar. Hikmati nima ekan? Hikmati shuki, juda ham katta sandiq bor. Uyingizda bir chiroyli sandiq qilgansiz, u sandiqqa qimmat narsa solmagansiz, bolalaringizni qishda kiyadigan kiyimlarni o'rab turib tugunga solib qo'ygansiz. Yoki u yerda bir paxtalar solib qo'ygansiz. Shunaqa ichidagi narsasi beqiymat sandiq bo'lganligi uchun u sandiqni avaylab atrofdan o'tirmaysiz, qulfam qilmaysiz. Bir burchada turaveradi. Lekin bir ko'rimsizgina kichkinagina sandiqcha bor. U sandiqchaning ichida zebu ziynatlarda 2000-3000 dollarlik masalan agar gavharingiz bo'lsa, o'sha gavharni ichiga qo'yib qo'ysangiz, hech haligini qo'yarga joy topolmaysiz. Bolangizga ham ishonmaysiz. Qaydlarga olib qo'yasiz. Ustiga qulib yana bir javon qilib, javonni ham quliblab qo'yasiz. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki deydi. O'sha biz bilan sahobalar hammamiz agar biz sandiq deydigan bo'lsak, bizni sandig'imiz ichida o'sha qimmatbaho narsa yo'q ekan deydi. Bizni qalbimizda Xudoning muhabbati degan narsa yo'q ekan, Xudo o'shanga bizni saqlamas ekan deydi. Sahobalar ustida bizga o'xshagan zebu ziynat allambalo narsalar bo'lmagan ularda. Qimmatbaho uylari, mashinasi, lekin doim Xudoning himoyasi o'shalar tepasida bo'lgan. Qayerda bo'lsa Xudo o'shalarni saqlab olgan. Lekin biz musulmonlar Xudo tomonidan hifz himoya qilinmayapti. Nimaga? Desa, chunki bizda Xudoning muhabbati degan narsadan bo'shab qoldi qalbimiz. Ustimiz juda obod bo'lib ketdi-yu, kiyim-kechakka e'tibor berdik, mashinaga, uyga, hovliga e'tibor berdik-ku, lekin asli qimmatbaho narsa bizning qalbimiz o'sha narsadan xoli bo'lib qolgan, bo'shab qolgan. O'shanga hech biz birimiz ikki bo'lmayapti deydi. Saqlanmayapmiz biz deydi. Biz himoya qilinmayapti. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor olam qilingan masala masoillarimizda tarafimizdan sodir bo'lgan xato kamchiliklarimizni kechirgin. Amin. Eshitganlarimizga amal qilishni tavfiqini bergin Parvardigor olam. Hammamizni go'zal tavba qilishga nasib qilgin. Tavba qilib sindirib qo'ymaslikni nasib qilgin. Qiyomat kunida borganda bizni qarshimizga bo'ladigan guvohlarni o'zingni fazling bilan o'chirgin. Parvardigor olam dunyo oxirat saodatiga nasib qilgin. Go'zal hayot bergin, go'zal o'lim bergin. Allohumma salli على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.